90% odamlar aldashgan. Bo'ldi. Oldingi galan xuddi bular har kuni shunaqa ish qiladi. Bo'ldi. Topish uchun O'zbekiston kartasi bor. Ushlasa, kelinglar bu yerga yuroqlaring yorilmasin. Bir boshqa bitta o'lim. Nima u shunday qo'l qo'yadi? Shart qo'yadi. Avtobus nima bu? Kelinglar bu yerga. Ko'zlarni chiqarsalaring yemaydi. Davay, kelinglar bera, kelinglar hammaga. Taksilarga ishonib qolmanglar. Taksilar rit mashinali. Ular taksida ketasiz, mashinada ketasiz deb oldindan pul bermanglar. Ishonib qolmanglar yurtdoshlar. Mana shuncha 50-60 ta odam aldanib, ishonib o'tiribdi mana. Bir kundan. Men majburlab avtobusga tiqishdi. Yurda menga haqoratlashdi. Avtobusga mindiradigan odam vash aldoqchi. Ma bizada razbor. Oldingi oy xuddi shu bo'lganini gapirib qo'ygan. Mana. O'tiribmiz ma'ada. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir Rossiyadan mana bu xabar keldi. Bunda aytilishicha, avtobusda sizlarni yengil mashinalarda olib ketaman deyotgan mashinniklar hamyurtlarimizga yo'l kirani pulini 7,5 ming rubl, 8 ming rubl deb ulardan 10 ming rubl, 12 ming rubl, 15 ming rubl, ba'zilaridan 30 ming rublgacha pul olganligi aytilyapti. Bu mashinniklar shunaqa ishlar ekanki, sizlar reklamalardan ko'rasizlar, komfort yotib ketasizlar yoki yengil lyuks mashinalarda ketasizlar degan reklamalarni ko'rasizlar. Ana shu reklamalardan olib gaplashsalaring, mashinniklar bo'ldi, bitta yo 2 dona joy qoldi. Mana bu kartalarga pul tashlab bering deb kartalarini berar ekan, ayrimlar O'zbekiston kartalarini berar. Hamyurtlarimiz pul o'tkazib bergandan keyin bir xilgilarini shunday blok qilar ekan. Ayrimlarini esa avtovokzalga borganidan keyin Moskvadan metro Kotelnikidan O'zbekistonga ketadi adashmayotgan bo'lsam. Ana shu joyga borgandan keyin haqiqiy bosim ana shu joyda boshlanar ekan. Yengil mashinada ketasan degan insonlarga avtobusda ketasan deb onasi ham, otasi ham qolmasdan ana shu joyda so'kib, lekin bular ham odamiga qarab muomala qilar ekan, so'kib avtobusga tiqishar ekan. Mana shunday video murojaatlar hozir bizga yetib keldi. Avtobusda lyuksda ketasan, yotib ketasan deganlarga eng oxirgi soatdagi avtobusga chiqarib turib, avtobusning ichiga chiqqandan keyin esa haqiqiy bosim, haqiqiy o'yin boshlanar ekan. Avtobusning ichiga chiqib bo'lganingizdan keyin sizga 7,5 ming degan-ku yo'l kirani, 7 ming, 7,5 ming rubl degan bo'lsa, avtobusning ichida 10 ming rubl, 12 ming rubl, 15 ming rubl, ba'zi bir insonlardan 25 ming rublgacha olganligi haqidagi ma'lumotlar yetib kelyapti. Bosim bilan. Mana video murojaatlarni bir ko'rsalar. Aka, u labis qilib gapirdi-ku, qanaqa 15 ming deyapti. Men qayerdan olaman hozir? 10 ming berdim, 10 ming berdim men sizga. Uyimni olib beraman? Darigindagilar To'g'ri gapiring, aka. mashina o'rniga qo'yaylik. Ket, qaraylik. Odamlar 8 ming bilan ketyapti, men 10 ming so'radi, 10 ming berdim men. Bo'lmasa bunaqa kashalar tushiraverim. Bunaqa kashalarni tushiring, qalqisa keyin chiqadi. Oladi. Nechta bor ekan bunaqa kasha? 76 ta. Men rasmiy olmayapsan. Gapiringlar. Aka, sizdan necha pul oldi ular? 7 ming. 17 ming. Qayerdan qayerga ketyapsiz? Mendan 10 ming olgan. Aha. 10 ming Samarqandgacha deb. Aha. Opajon sizdan qancha olgan? 10 ming olgan Samarqandgacha degan, yotib ketasiz degan. Mana kasal qo'limga qiynalib mana yerga ko'ryapsizlar. Ha, mana yerda yotibdilar, inqillab, masalari yo'q. Ular mashinnik ekan. Ha, siz aka Captiva'da ketasan deb aytuvdi menga. Captiva'da ketasan, Oğlum atviçak qilasan. 4 ta odam ketadi, Qashqadaryogacha olib boramiz deb bildirgan. lekin avtobusga chiqarib yubordi, aldab. Bo'ldi. Sizlarda-chi aka? O'sha bola javob berdi. Telegramga, Telegram WhatsAppga 7 ming 50 rubl yozilgan Moskva, Toshkent. Aha. 8 ming pul oldi. Ha. 8 ming pul oldi, ha? Mashina degan lekin sizga. Avtobus. Bo'ldi. Sizgachi aka? Menga ham avtobus kerak. Avtobus necha pul berdingiz? 12 ming pul. 12 ming pul berdingiz, ha? Samarqandgacha boradi. Hozir Mabut tamoyildan o'tkazib. hozir pasportingiz qayerda? Pasportim milisaxonada hozir. Milisaxonada hali kelmadi. Milisaga
Sizniki ham pasportingiz milisaxonadami? Milisaxonada. Maniki ham sizga pasport milisaxonada. Bu kishiniki ham milisaxonaga. Mana bratan, mana. Nech pul bergansiz aka? Xullas bizni yurtdoshlar taksilarga ishonib qolmanglar. Taksilar g'irt mashinalik. Xullas taksida ketasiz, mashinada ketasiz deb oldindan pul bermanglar. Ishonib qolmanglar yurtdoshlar. Mana shuncha 50-60 ta odam aldanib, ishonib o'tiribdi mana. Bir kundan beri ketgan yo'q. Tataristonda olib o'tiribdi yurtdoshlar. Gapingizni bo'ldim. Men yuzimni olma faqat. Aha, bo'ldi, yuz Men bu reysda oldingi oy ham ketganman. Bu bolalar o'sha o'zidagi bolalar, menda O'zbekiston kartasi ham bor. Captiva'da ketasan deb oldingiga ham xuddi shunaqa qilib, mana shu Qozog'istonning mashinasiga O'zbekistonga boradi. Bu mashina NFgacha boradi bu mashina. Xuddi shunaqa qilib hammani aldab mashinaga tiqib 8000 dan deb mashinaga o'tkazgandan keyin yana 8000 berasan deb bolalarni qarz qilib qo'yib, xuddi senda bo'ldi-yu. 1 million pulini olib yana 1 million bermasang tushib ketdi-ku. Xuddi shu narsa qilib, bu bolalar har kuni shunaqa ish qiladi. Xohlasang O'zbekistonning kartasi bor, menda bu bolalarni borganingdan keyin men nomerimni yozib olsang beraman, topish oson bo'ladi. Bo'ldi. Sizdan qancha pul oldi? Yo'q, men shu 8000 ga do'g'ri qilganman, 8000 ketdi. 8000 ga bo'lishi yo'q. Bularchi men ukam mana odamiga qarab muomala qilyapti, tushundingmi? Men misol uchun men o'zim Toshkentdanman, to'g'risi. Odamiga qarab muomala qilyapti. Men ani okani ham aldamagan. Men yorim 90% odamga 90% odamni aldashgan. Bo'ldi. Oldingiga ham xuddi bular har kuni shunaqa ish qiladi. Bo'ldi. Topish uchun O'zbekiston kartasi bor. To'g'ri, dokumentingiz qayerda? Milisaxonada. Milisaxonaga necha soatdan beri o'tiribmiz? 5-6 soatdan beri o'tiribmiz. Tog'ajon, akajon sizlarda dokumentlaringiz qayerda? Milisaxonada. Nech pul bilan keldingiz? 12000. Bo'ldi. 8000, 7000 avtobus 12000 deyapti. Sizlarda aka nech pul bo'ldi sizni nimangiz? Chirog'ingiz yoqori hozir. 17000 bo'ldimi? Bo'ldi. Aka sizda problema yo'qmi? Sizda problema yo'q. Oylik pasport. To'g'ri, sizda problema yo'qmi? Hamma avtobusdagilar 12000 dan pul bergan. 12000 dan mana pasportlarni olib, menga akirib qo'ygan. Mana. O'tiribmiz mana. Svetlarni yoqib olinglar, iltimos. Svetlarni yoqib olinglar. Svetlarni yoqib olinglar, ko'rinmayapsizlar. Ha, bitta bratim yotibdilar mana 6 soatdan beri shu yerda yotibdilar. Aka, problemangiz bormi? Nech pul berdingiz? 9000 Pasportingiz olib ketdi, dokument nima qilib? Dokumentingiz sizga qachon yurayman degan, qachon yurdi? 20 da yurdi, 19 da yurayman, 20 da yurdi. Shunda yana bitta gap aytaman. Ha, gapiring. Oldingi oy ham xuddi shu mana bugun chiqib keldi-ku bitta qiz. Xuddi shu militsiyaga olib kelib topshirgan mashina shoferlari. Xuddi shu chiqib kelgan. Xuddi shu ssenariy bor. Shu qiz tekshirdi. Aka, sizda yo'qmi? Sizdachi? Krasnodar 15000 berganmisiz? Dokumentingiz qayerda? Milisaxonada. Siznikichi? Men dokumentim dokumentingiz qayerda? Men dokumentim joyida, meniki ham shu yerda. Ha, dokument shu yerda. Bu yerga necha soatdan beri o'tiribmiz? Soat 10da chiqaydi. Bir sutka o'tiramiz. O'tgan gal ham shunaqa bo'ldi. Hali bir sutka o'tiramiz. O'tgan gal ham shunaqa bo'ldi. Ha, mana. O'qishyaptilar endi. Bo'ldi. Men o'zim 8000 pul berganman. 8000 dan tashqari yana 8000 qarzim bor. Yana mendan 8000 dan yana tashqari qarzimdan tashqari yana 6000 so'm pul so'rashyapti. Nima u shunday qo'l qo'yadi? Shart qo'yadi. Nima bu? Kelinglar bu yoqqa. Ko'zlarni hech qaysilaring yemaydi. Davay, kelinglar bera, kelinglar hammaga. Hamma kesin bu yoqqa. Shartlar yo'qotish kerak. Hamma kesin bu yoqqa. O'zinglar aldanib qolmasin bizdan keyingi bu yerda ketadigan shu. Chiqaringlar videoga olib. Bo'ldi, opa, chiqaramiz. Bu nima xo'p? Qiynalib ketishni xohlamaslik kerak. O'zimizniki Moskvaga allasa, bu kelsa berga 10 soat ushlasa, kelinglar bu yoqqa yuroqlaring yorilmasin. Bir boshqa bitta o'lim. Shuni aytamizda, deport qilsin, javob beryapsiz hammamizga. Qilsin deportini, pechatini urib bersin, deport pechatini. Ketaylik biza.
6 soatdan beri o'tiribmiz. 10 soat bo'ldi, 46 soat bo'ldi. 10 soat bo'ldi. Kelganimga mana 8 kun bo'lgan. Meni ham pasportim chiqardi. Taxta sindirish taxta. 8 kun bo'ldi Rossiyaga. O'tgan gal qaytib berdim. Давай, ochinglar, откройте двери. Nima yoppasiga yopirilib bostirib kiringlar. Qo'rqma olishtimada. O'tiribdi, Ichkariga boku. bolalar bor. Bor ichkari. Bizda janjal boshlandi mana. Spesialni quvvat. 6 soat, 7 soatdan beri shu yerda o'tiramiz avtobusda. Bosh ko'tardi, turuvlar boraydik hammamiz qo'yib emasdan deb. Yesa yer, o'tsa, qamasa qamat. O'lgan aka 28 ta pasportni deport qilish shuncha qiyin bo'lsa. Qiyinmi shu 5000 10,000 shtraf to'latish? O'lsin olib borib kelmay. O'tgan gal ham xuddi shu olib kelgan edi bor. Shuncha qilgandilar. Xuddi shu qiz chiqqanda bir sut kushagan. Shuncha vaqt o'tirgandilar. Taqilladinglar. O'rislar bin nima qonuni buzilsa hammasi tarmashadi, eslasanglarga. Mana lekin militsiyaxonada na politsiya deb yozilgan joy bor degan joy bor-da bu yerda. Qanaqa joy bu? Etajni pastida, uyni pastida. Qo'yinglar YouTube'ga. Qo'yamiz, opa. Butun respublika ko'rsin, poshshamizgacha yetib borsin. Bitta Qirg'iziston fuqarosi Yana bosh xuddi ko'tarib. shu qiz chiqib keldi-da, bor. O'zimiz qo'yga o'xshab o'tiribmiz. Yana xuddi shu qiz chiqib keldi-da. O'sha ahvol takrorlanadi. Xuddi o'sha narsa bu. O'sha qaylishlik olib kelib qo'yib berishdi. Mana o'sha avtobus, biz chiqqan avtobus. Hozir nomerini ko'rsataman. Qozog'iston 813 AVF 13 avtobusi. Ana shu avtobusga biz yo'lga chiqqanmiz. Taksi gaplashgan. Aha. Balarok. Abishat qilganida Captiva'da ketasiz aka. Aha. Meni boshqa odamlar kutib oldi. Kutib olgandan keyin men majburlab avtobusga tiqishdi. U yerda menga haqoratlashdi. Juda ham qattiq haqoratlashdi. Agar ketmasang men stampimni to'laysan dedi. Nima deb haqoratlashdi, uni ham aytib boring-da. So'kingan va shu qattiq so'kdi. Yo, so'kinganni ham ayting, foydasi tegib qoladi. Короче, pidarassan dedi. Xullas hammasi onadan so'kdi, короче, hamma so'kishlarni so'kdi. Indamay turdim men. Andijonlik bolalar. Bo'ldi. Meni so'kinganni ham aytaman. Endi qo'pol bo'lsa ham menga amni bolasi dedi-da, u amni bolasisan dedi. Turib turgan seni urushga yuboraman dedi. Urushga olib ketaman seni dedi. Urushga jo'natib yuboraman seni dedi. Потом keldimi? Atayanova Latfat. Islom brat. Atayanova. Ne topaka? Atayanova. Atoyeva. Bu Rossiya Moskva soati bilan 12. Hozir O'zbekistonda bilmadim necha bo'ldi, 5 bo'pti, 5,5 bo'pti. O'shandan beri militsiyaxonaning oldiga kelib o'tiribmiz. Programmoy bizni Moskvaning militsiyaxonasiga keltirib tashladi. Militsiyaxonaning oldiga hozir avtobus bilan o'tiribmiz. Ko'chasi, odamlar, mana hammamiz o'tiribmiz. Hammamizdan yana 5,000, 6,000, 7,000 rubl pul istayapti bular. Shu videoni tegishli joylarga tarqating. Iloji bo'lsa hammalaringizga rahmat kattalar. Musofirlarni endi ezish bunchalik bo'lmaydi-da. Avtobusda 90% odam aldangan. Hammasiga Kobultda ketasan, Largusda ketasan, mashinada ketasan, 90% odamga shunaqa deb
ketirib avtobusga tiqishyapti. Majburlab mindirishdi deyaptilar. Biratan hozir menigina o'zimniki 21 ming bo'ldi. 21 ming bo'ldi. Qolganlarniki 16 ming bo'lyapti, 17 ming, 12 ming, 8 mingligi ham bor. Endi ularni o'zi kelin mingan. Bizni chaqirishdi, aka dedim, men telefon oldim. Aka, shunaqa hangoma. Men srochno O'zbekiston ketishim kerak. Problemam o'zimga yetarli problema bo'lib qoldi deganimda, bo'ldi-ki, bitta joy bor, Ladalargusda ketasan, bitta joy bor, bo'l yuraydi degan. Bo'ldi deb kelsam agar menga so'kinib tashlayapti. Men so'kingan nimalarini, ovoz xabarlari hammasi ham bor menga. Hammasi bor. Endi men avtobusga ketirib tiqishganda men bilan gaplashgan odamga telefon qildim. Aka, shunaqa hangoma. Siz menga avtobus demagansiz, taksi degansiz deganimda, avtobusda ketasan, menga poq qo'ymasmi degan. So'kinib tashadi, endi so'kinganini aytib bo'lmaydi, endi uyalaman. Bitta bratanda ham shunaqa debdi, so'kinib tashadi. Endi shunaqa deb tashadi, so'kinib tashadi, lekin uni ayta olmayman. Menga aytsam ham farqi yo'q. Endi nima desam, baribir uyat bor odamga. Ularda vijdon yo'q ekanda. Aka, telefonni oldim-da, telefon qildim. Aka dedim, menda olgan pulingiz, men qisqacha gapiraman dedim. Ta'ziyaga buyursin dedim. Oilangizga, farzandingizga bo'lsin dedim. Meni boshqa ishim yo'q.